Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekiston U17 terma jamoasining Jahon chempionatidagi raqiblari ma'lum bo'ldi. Sergey Chigadayev boshqaruvidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi 2026-yilgi Jahon chempionatidagi raqiblarini bilib oldi. Joriy yilning 19-noyabrdan 13-dekabrga qadar Qatardagi Aspire akademiyasi maydonlarida o'tkaziladigan U17 Jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi E guruhida vakillariga qarshi bahs olib boradi. Musobaqaning barcha guruhlari quyidagicha shakllandi. A guruhi: Qatar, Misr, Panama, Gretsiya. B guruhi: Janubiy Koreya, Ekvador, Yangi Kaledoniya, Afrika play-off g'olibi. C guruhi: Argentina, Avstraliya, Daniya, Afrika play-off g'olibi. D guruhi: Fransiya, Saudiya Arabistoni, Gaiti, Urugvay. Y guruhi: Italiya, O'zbekiston, Cote d'Ivoire, Yamayka. F guruhi: Senegal, Xorvatiya, Tojikiston, Kuba. G guruhi: Mali, Belgiya, Yangi Zelandiya, Vyetnam. H guruhi: Ispaniya, Fidji, Marokash, Chili. I guruhi: Braziliya, Irlandiya, Kosta-Rika, Tanzaniya. J guruhi: AQSh, Chili, Montenegro, Jazoir. K guruhi: Meksika, Kamerun, Venesuela, Ruminiya. L guruhi: Yaponiya, Kolumbiya, Gonduras, Serbiya. Eslatib o'tamiz, Islombek Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi 2025-yilgi Jahon chempionatida chorak finalgacha yetib borgan va Italiyaga 1-2 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Aynan ushbu bahsda qizil kartochka olgan Asilbek Aliyev 3 ta o'yinga diskvalifikatsiya qilingan va 2026-yilgi Osiyo Kubogining yarim finalida maydonga qaytgan edi. O'zbekiston U23 terma jamoasi iyun oyida ikkita kuchli jamoa bilan o'rtoqlik o'yinida ishtirok etadi. O'zbekiston U23 terma jamoasi iyun oyida Sloveniyada yig'in o'tkazadi. Ravshan Haydarov boshqaruvidagi jamoamiz yig'in doirasida Yaponiya va AQShga qarshi o'rtoqlik o'yinlarida ishtirok etadi. 5-iyun O'zbekiston Yaponiya, 8-iyun O'zbekiston AQSh. AQShning mashhur klubi O'zbekiston terma jamoasiga murojaat qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatida ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayni paytda Fabio Cannavaro qo'l ostida bo'lajak musobaqaga tayyorgarlik ko'rayotgan bosh jamoamiz mundialdagi ishtirokini Meksikada boshlasa-da, uchrashuvlarga AQShda hozirlik ko'radi. Milliy terma jamoamiz futbolchilari AQSh maydonlarida bo'lib o'tadigan uchrashuvlarga Atlanta shahrida tayyorgarlik ko'radi. Ushbu shahar sharafini himoya qiluvchi Atlanta United klubi o'z bazasini o'zbek futbolchilariga 10-iyundan boshlab taqdim qiladi. Ana shu munosabat bilan AQShning mashhur klubi ijtimoiy tarmoq orqali O'zbekiston milliy terma jamoasiga murojaat qildi. Xush kelibsan O'zbekiston. Atlanta United mashg'ulot markazi chorshanba 10-iyundan boshlab butun turnir davomida milliy terma jamoaning rasmiy bazasiga aylanadi deyiladi Amerika klubi bayonotida. 2026-yildagi Jahon chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasi K guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublika futbolchilari bilan birga kurash olib boradi. O'zbekiston jamoasi o'zining ilk o'yini 18-iyun kuni Meksikadagi jahonga mashhur Azteca stadionida Kolumbiya futbolchilariga qarshi o'tkazadi. 23-iyun kuni futbolchilari Houstonda Portugaliya bilan o'ynaydi. Aynan mana shu to'qnashuv ko'plab muxlislar va mutaxassislarni qiziqtirib turibdi.
Guruhdagi oxirgi o'yin 27-iyun kuni Atlanta shahridagi arenada Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasiga qarshi o'tkaziladi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, Atlanta United 2024-yilning yozida O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purori Eldor Shomurodovni o'z tarkibiga taklif qilgan edi. O'shanda Eldor Shomurodov Cagliari ijarasidan Romaga qaytgan edi. Transfer amalga oshishiga hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni kechikkani to'sqinlik qilgan.